Xo'p, qaranglar, hozirgi upravlение и interface bo'yicha muzikani o'chirib turaylik. Ya, jib turish vaqt. Xo'p, upravlение bilan interface nastroykasi bo'yicha hozir men sizlarga guide qilib beraman. Qaranglar, mana mayli 30 ta odam, 30 ta baxtli inson o'tiribsizlar. Mabodo bu narsalarni bilmasanglar, men sizlarga mana shu streamda onlayn tarzda o'rgatib chiqaman. Upravlение, interface. Let's go. Birinchi bo'lib interface o'rganamiz. Interface, mana personalizatsiyaga kiramiz. Hop, personalizatsiyani zbros qildik, bo'ldi. Mana shu individualniy, universalniy настройка turadi. Men nima qilaman? O'zi asosan men sari, ya'ni prostoy rejimga qo'yaman. Men o'zi mana prostoy rejimga qo'yib olaman. Prostoy rejimda menga anaqalar yoqadi. Mana jo'stiklari, karta prozrachnislari, shunaqa narsalar yoqadi. To'g'risi, ya'ni sari, eski tizimda bu. Вот. Ketdi. Endi qo'limga udobniy bo'lishi uchun har bitta ikonkani men kattalashtirib chiqaman. Ya'ni основной ikonkani 120 qilib chiqaman. Вот, 120, 120, вот, 120. Bir xil endi mana buni bundan ham katta qiladi, menga kerak emas. Mana atakani kichkina qilib, sal prozrachnisini kamaytirib qo'yaman. Sal kichikroq qilaman buni. Men qo'lim yetadi shunda ham, misol uchun, o'zi shundoq ham katta bo'lishi shart emas. Mana nastroykalarni to'g'ri. Mana ham kattalashtiringlar. Mana shu bosilmay qolishini eng katta sabablaridan bittasi mana shu kichkina bo'lib turishi. Anaqa bilan. Teleport bilan bor. Mana kattalashtiringlar. Короче, ekraningizda mana bu ekran. Mana shu ortiqcha narsalar bo'lmasin, iloji boricha. O'zi ma'milani ham men misol uchun mana bunaqa qilib tashlayman. Prozrachnisini va shu kam qilib tashlayman. Kichkina qilib tashlayman. Menga bu misol uchun bizni ko'pchilik va 95% odam buni bosib bar anaqa qilmaydi. Ko'pincha bu narsa nimaga kerak? Nimaga olib tashamayman? Mana bu kichkina geroylarniki turibdi-yu. Bu narsa o'sha qaysi geroy yoningda yurganini ko'zing ilg'amay qolsa, mashitda ko'rinib qoladi va endi ko'z hammada har xil o'rgangan. Misol uchun kartaga qaramayapsan, uncha e'tibor bermayapsan, mapda ko'rinib qoladi. O'shani hisobiga bu narsani olib tashamayman. Hop, 100 qilamiz, undoqroq qilamiz. Bundoqroq qilamiz. Mana buni ham bundoqroq sal sursak. Kartani keyin men o'rtaroqga qo'yaman. E'tibor bersanglar, har doim karta menda sal mana bu yoqda turadi. Mana sal kattalashtiramiz. Bo'ldi. Hop. Вот, mana interface nastroykam bu. Mana namlarni yana to'g'rilab olasizlar, o'zingizga moslab. Mana buni ham sal bundoqroq qilaman men. Sal nariroqga qo'ysam bo'ldi mana. Normalniy. Hammasi cho'tki mana. Anaqalaringlar boshqada katta-katta telefoningiz kichkina bo'lsa ekrani katta-katta bemalol maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Endi o'zingizga udobniy teleport bir xil mana bunaqa tepa kartani oldiga qo'yadi, mana bu yerga yoki bir xil mapga qo'yib oladi. Endi o'zingizlarni xohishinglar. Endi o'zingizlarga qanaqa yoqsa, o'shanaqa qilaverasizlar. Xo'p, saqlanish qilasizlar. Mana 4 ta navikka men nima qilaman? Hammasini 120 qilib chiqaman. Mana grubi 120 da. Joylashtirish stilim sal pastlayib ketmasin. Mana sal mana ultra skill bor, ultra skill, ya'ni 3-skill degani, ultra skill deb. 3-skill sal mana orasiga sal mana bunaqaroq qilib qo'yaman, bo'ldi. O'shanda bir-biriga xalaqit bermaydi, bossanglar aniq o'zi bosiladi. Tushundinglar? Bo'ldi. Tayyor, xudo xolasa yana o'zgartirishlar bo'lishi mumkin. Ozgina noto'g'ri bo'lib qolsa, o'yin kirib chiqib to'g'rilab yuborasizlar. Hop, 3 taliniki, bu 4 taliniki. Hop, bo'ldi, saqlanib. Endi основной настройка качество. Mana shu основада ham ko'pchilik bir anaqa tushunmaydigan narsalar bor. Qaranglar. Kачество karta menda har doim средний turadi. Nima uchun? Menga ko'p portlashlar, yonishlar, unaqalar o'yinda chalg'itadi. Nimani? O'tmayman. Endi bir xillarga yoqadi, lekin основной bir 80% pro igroklar hammasi mana shu narsani kamaytirib qo'yadi. Iloji boricha skinda ham o'ynamaydi. Iloji boricha shunaqa, chunki bu aytolmani team fightda mana bunaqa yonish, portlashlar bor, geroylarni ko'rsatmay qoladi. Sizlar qilmoqchi bo'lgan ishinglarni qila olmay qolishingiz mumkin o'shani evaziga. O'shaning uchun menda shu narsalar pastroq turadi. Bitta частота kadrov, ya'ni FPS da Hz, ya. O'sha menda ultra da turadi, ya'ni o'sha 120 FPS da turadi. Ana 30, 60, misol uchun 90, 120. Xo'p. Endi
mana bu yoq nastroyga keladigan bo'lsak, men kontur yoquv bo'ladi menda, ya'ni bu kontur nimaga yoqaman, o'sha quslaga kirganda geroylar ajralib turadi, misol uchun yonida o'sha geroy chizig'i bo'ladi, ya'ni qora chizig'i bilan ajralib turadi o'sha kontur. Kamera har doim visokiy turadi. Vibratsiya naviki men o'chirib qo'yaman. Frankoli huq qilayotganda, o'ltalab berayotganda Granger ham ekraniga gerz qilib ko'zinglarni charchatib qo'yadi. O'shaning uchun vibratsiya naviki o'chirib qo'yiladi. Filtr daltonik. Mana shu narsani ham ko'pchilik so'raydi. Nima sizni joningiz saruvda, komandadoshlaringizniki yashil, protivniklarniki qizil. Mana shu narsa sizlarni sinfaytda misol joninglarni fokusingizga qarab turadi. Ya'ni qo'shilib ketib qoladi 3-4 ta gero. O'shanda o'zinglarni ajratib olishingiz uchun o'zingizlar joninglarni sariq qilib qo'ysanglar, undan ham yaxshi bo'ladi. Ten ham xuddi shunaqa yoqib turish kerak. O'zi monster mana shunaqa sifr uroni, mana shunaqa silyani sifr uroni, ya'ni silyani qilib tashlamasin, chunki har bitta berayotgan uroninglarni dona-dona bilishingiz kerak. Silyani sifri o'shaning uchun men o'chirib qo'yaman. Ya'ni bitta urganda 2000 uron, yana bitta urganda 4000 qilib qo'shib yuboradi agar yoqsanglar. Uni qo'shmasin-da, bitta alohida ko'rsatsin, necha uron berayotganinglarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Ya'ni kriplarga yoki anaqaga, geroylarga farqi yo'q. Xo'p, endi upravleniya eng asosiy joy. Va alaykum assalom, yangi kirganlar. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, upravleniya nima qilishimiz kerak? Upravleniya menda nima? Vibratsiyali har doimgidek bu universallik 99.9% odamlar vibratsiyalini ishlatadi. Program bo'ladimi? Oddiy bichoviy dark system bo'ladimi? Farqi yo'q. Mana shu vibratsiyalini ishlatadi. Xo'p. Endi ketdi. Умное прицеливание, базовый атаки. Базовый атаки menda захват целый turadi. Прицеливание вручную uni qo'ysanglar, qo'lda sizlar boshqarib berishinglar kerak. Выкл bo'lsa o'zi avtomatik beradi, lekin menda захват целый turadi. Xo'p, distance aktivlik ataki, aktivatsiya ataki bo'lsa umumiy holatda menda fiksirованный pozitsiya turadi, lekin qanaqadir Moskvada yoki xaridda o'ynasam, bu xarid Moskvada o'ynasam, men bliski yoqaman. Qanaqadir Beatrice yoki Beatrice'da men dalekoni yoqaman. Qolgan holatlarda asosan endi qaysidir geroylarda yana o'zgarishi mumkin. Vanvanda bliskini yoqaman. Beatrice'da dalekoni yoqaman. Xo'p. Uni asosiy universali fiksirованный pozitsiya. Bu o'sha qaranglar. Misol uchun ikkita geroy turibdi. Bliskani yoqsanglar, sizlar yaqin kelmasanglar, ursanglar ham yugurib quylab urib ketmaydi bliska bo'lsa. Yaqin kelganinglarda bliskani o'zi o'sha quylab urishga harakat qiladi. Daleko bo'lsa, uzoqroqda tursa ham atakani bossanglar, ya'ni Beatrice'da men roketda savalab yuraman, o'sha dalekoni qilib qo'yaman-da, bitta otishga harakat qilsam o'zi quylaydi-da, to'g'ri otishga harakat qilsanglar bo'ldi. Borib to'g'ri otaveradi. Fiksirованный pozitsiya o'zini atak range-ga monan ishlaydigan narsa bo'ldi. Endi ko'pchilik bir xil, misol uchun mana bir xil proigrokda daleko deydi, bir xil bliska deydi, bir xil fiksirованный. U hammada har xil, mana 30% seli o'zingizga yoqqanini qo'yib olasizlar, numansizligi qo'ldan kelgancha tushirib berishga harakat qiling. Xo'p. Приоритет прицеливания. Наименьшее количество o'zi har doim наименьшее количество o'zini qo'yish shart. Asosan o'sha gap 99.9. Misol uchun qanaqadir Moskva ADKlarda yana o'zgarishi mumkin. Ближний цел men misol uchun bir xillarda o'ynab ko'rganman, test qilib ko'rganman. Nu qanchadir miqdorida yordam beradi. Ближайший selash oldida turganini savalab keturasan. Yaqiningligini. Ani farqi yo'q. Tankmi boshqami, savalab orqaga keturasan. Nu menga unaqa foyda bermagan, o'shaning uchun har doim наименьшее количество o'zi, prosent o'zi emas, наименьшее количество o'zi 100% hammanglar qo'yinglar. Tushundinglar? Bu nima narsa? O'sha joni kam insonni uradi. Tushunasizlarmi? Joni kam insonni uradi. Bu adaka bo'lishi mumkin, tank bo'lishi mumkin. Kimmi o'sha atrofdagi joni juda ham kammi o'shani uradi. Protsentga bo'lsa, misol uchun o'sha protsentga qo'ymaymish, prosent o'zi qilsanglar, misol 100% dan 10% Tigrilda turibdi, 10% misol Beatrice'da turibdi. Beatrice protivnikilar Tigril bilan Beatrice kelasa 10% dan bor. Naimish prosent o'zini qo'ysanglar. U nima qiladi? Misol 11% Beatrice'da, 10% Tigrilda. Tigrilni urib ketasizlar. Agar naimish prosent o'zi avtokas qilsanglar, Tigrilni urib ketasizlar. Skilllarni ham unga berasizlar. Tigrilni 10% joni misol uchun bo'lishi mumkin. 500, 600, 1000 gacha bo'lishi mumkin agar vaqtga jonga yig'ib olgan bo'lsa. Beatrice'ga necha bo'ladi? 100, 200 bo'ladi, to'g'rimi? 10%. Qaysi birini urgan yaxshi? Misol 11%, 10%. Tushunasizlar? Tigrilni urib ketib qolmasligi uchun o'shaning uchun mana bunaqa prosentga qo'ymaylar, mana menga qo'ymaylar. Mana shu yaxshi. Agar mashinga qo'ysanglar, Beatrice urib ketadi.
Jojoq joni kam chunki 300 joni bormi o'shani uradi. Ana 1000 jon 10% yani protsentda hisoblaydigan tema kerak emas bizga. Xo'p, rejim захват героя, mana rejim захват героя o'zi mana o'sha boyiga aytgan narsam, ya'ni menga kerak bo'lishi o'zi asosan unchalik bosmayman. Uni bir xillarda bosish ehtimolim bor holatlarda, ya'ni skillni to'g'ri berish uchun yoki imенно 3 ta 4 ta geroy kirayotgan bo'lsa, imенно o'sha geroy bos atak ko'pchilik захват целыйni ishlatadi. Bu nimaga kerak desanglar, bu o'sha yaqin atrofingizda ko'zingiz ilg'amay qolsa, mana tirs etib yonib qoladi. Sizlarni ko'rinadigan arealarga kirib qolgan bo'lsa geroy, misol Tigril yurtda, Natal yurtda kim o'shandan bilib olasizlar bu narsani. Tushunasizlarmi? Vilt etib yonadi bu. Ha, mana bichlar, meni oldimda yurgan ekan deysizlar, sal o'zingizning ehtiyotingizni qilasizlar. Xo'p, filtr aktivniy monster bu naqay kerak emas narsa, chunki bu men test qilganman, yoqib ham o'ynab ko'rganman, yoqmasdan o'ynab ko'rganman. Kichkina buff urishga harakat qilaveradi. Tushunasizlarmi? Shunaqa tema bu. Короче, kerak emas narsa. Men yoqqanman, o'sha yoqqanimdan keyin asabiylashib, o'sha men stream paytida o'chirib o'ynashni keyin boshlaganman. To'g'risi, oldin menda yoqib turardi mana shu narsa. O'sha creep buff temasida bu. Fiksirованная pozitsiya mana. Настройки жестких движений. Fiksirованная pozitsiya qo'yib olinglar. Mana bunaqani bichoviy qimillab keturmaydi joystiklar, naryon bossanglar g'alati. Undan ko'ra bitta joyda qotib tursin, qo'linglar bilan o'shanga o'rganinglar. Agar o'chuv bilan o'ynagan bo'lsanglar, undan ko'ra yoqib qo'yib bitta joyga qotirib qo'yib o'ynasanglar, har doim fokusga to'g'ri harakatlanasizlar. Bichoviy harakatlanib ketmaydi. Xo'p, мертвая зона жесткая. Жесткий действие всегда выкл. Мертвая зона жесткая действие только при нажатии. Короче, bu hozir kerak emas, короче. Близкое преследование ham kerak emas. Mana bu narsada lekin mana преследование при движенияda vопроslar bor. Mana eng muhimi, men qolganlar o'chib tursin, mana ham o'chib tursin, bu ham o'chib tursin. Mana fiksirованная pozitsiya yoqib tursin deb qaranglar. Mana narsada vопроslar bor. Qanaqa vопроslar? Misol uchun, mani geroyim yugurib ketyapti, otganimda yugurib ketyapti deydigan temalar bormi? O'sha temalarga именно mana shu narsa javob beradi. Yoqib qo'ysanglar, sizlar geroylarni o'sha mana tepadagi area bormi? Mana близко далеко mana shu qo'yganinglar bo'yicha mana yoqsanglar quyliysizlar. Quylaydi, geroylar otmaguncha quylab ketaveradi. Tushunasizlarmi? Buni yoqib qo'ysanglar. O'chirib qo'ysanglar quylamaydi. Lekin bitta nosi bor. Sizlar qachonki o'zingizlar boshqarib, o'zingizlar to'g'ri yugurib, o'zingizlar to'g'ri otishni o'rganmaguncha bu narsani o'chirmaganinglar ma'qul, yoqib qo'yganinglar ma'qul. Ya'ni novichok bo'lsanglar, lekin novichok emaslar. Sizlar qanaqa yugurib, qanaqa otib, qachon otishni boshlashni, qachon to'xtatishni bilib, juda ham yaxshi, ya'ni Koptugilarni Brunoda o'ynasizlar, Koptugilarni yaxshi boshqaryapsizlar. Qachon ochish, qachon qochish, qaytishi, qachonki o'sha narsalarni zo'r tushunib oldinglar bo'ldi. Buni o'chirib qo'yib, sekin o'ynashni boshlayveringlar. Atak novichok bo'lsanglar, yoqib qo'yinglar. Shu quylagani yaxshi, o'sha o'zingizlar baribir boshqara olmaysizlar. Ya'ni atakani bosib turmasanglar bo'ldi bu narsa. Menda ko'pincha yoqib turadi. Bir xil geroylarda o'chiraman. Ya'ni misol uchun Vanvanda o'chiraman. O'chirishim mumkin bo'lgan geroylar ko'p. Misol uchun xaridni o'chiraman, quylab ketib, yugurib quylab yurmasin deb. Chunki xarid ikkisi ultasini qo'ydimi, tez sakrash uchun mana bunaqa yugurib sakrash kerak emas. Tez yonida krip bormi, krip urib ham o'tib ketib turish kerak. Chunki o'sha late'da bu narsa juda ham chuqur bilinadi. O'shaning uchun misol uchun xarid, Moskov, qanaqadir Van, Melissa bunaqa geroylarda men o'chirib qo'yaman. Asosan misol uchun Beatrice bo'lsa, Beatrice'larda yoqib o'tiradi. Bruno bo'lsa, Brunoda yoqib o'tiradi. Cloud bo'lsa, Cloudda yoqib o'tiradi. Chunki bu narsani yaxshi boshqarishni bilaman. Bo'ldi shu. Xo'p, endi indikator точности. Mana narsa, indikator точности. Bu narsa kerak, ya'ni skillni boshqarib berish. Bundoq men skillni aylantirib yuraman. Misol, любой skill 2 bo'ladimi, ulta bo'ladimi, misol uchun farqi yo'q. Любой skillni to'g'ri o'sha imенно o'sha odamga berish uchun mana narsa yoqib turish kerak. Skill ustiga bosib turasizlar, o'sha odamga berasizlar, imенно o'sha odamga beradi bo'ldi. Rejim вспомогательный преследование. Bu narsani men asosan o'chib turadi, lekin universalniy o'sha gap. Sredniy chok o'yinchi bo'lsanglar ham yoqib tursin, ya'ni qaysi geroylarda imенно o'chiraman. Misol uchun o'chirishim chuvda o'chiraman, buni xaridda o'chiraman. Bu anaqani linkda 100% o'chiraman. Beatrice'ni o'chiraman. Misol uchun Beatrice'ga ham shunaqa holatda bo'ladi. Men ko'pincha o'chirib qo'yaman bu narsani. Чтобы o'zim boshqarib berishim kerak. Skillni ham, atakani ham. Menga mana bunaqa misol uchun bitta bossam skillni o'zim ham Frankoda yoqib qo'yishim mumkin, lekin Frankoni ham baribir bilasizlar, hukni o'zim boshqarib beraman iloji boricha. Avtokat bersanglar ushashinglar mumkin, lekin iloji boricha bu narsani o'chirib o'ynashga harakat qilinglar. Nima uchun?
o'zingizlar boshqarib berishni qo'lingizga tren, ya'ni qo'lingizga bir yangi mavzu bo'ladi. Buni o'chirib o'ynashni boshlasanglar, tushundingizmi? O'zingizlar harakat qilishingiz kerakligini his qilib qoladi qo'lingizlar. Ya'ni o'sha skill berayotganda to'g'ri berishni o'zingizlar o'zi moslashasizlar. Tushunasizlar? Bu skill misol uchun pro igroklarni juda ko'pida, ya'ni 50%, 60% dan ko'pida o'chib turadi. No, o'sha yaxshi o'ynagan pro igroklarni ham ko'rganman bu narsa yoqib turganini. Xarakiri. No comment brother, assalomu alaykum. Rahmat dana uchun, rahmat baddish uchun. Bu stream boshqacha kirib keldingiz. Men hozir nimasi bilan nastroyga guide qilib beraman bolalarga. Meni tekin bo'lmadi, xarakiri donat qildilar. Rahmat baddish uchun. Xo'p. Tushundinglar, mana shu narsani misol uchun iloji boricha hop novichok bo'lsanglar, srednichok bo'lsanglar, yoqib qo'yaveringlar. Bu sizlarga unchalik zarar qilmaydi, lekin o'rganib qolmaydi bu narsaga. Ya'ni iloji boricha o'chirib o'ynasanglar, aytayman, qo'lingizga yangi mavzu bo'ladi bu narsa. Ya'ni o'zingizlar boshqarib berishni boshlaysiz skilllarni. Avtokazda biz любой joyga bermaslik уже odatlari ketadi. Tushunasizlar, u hammada bo'ladi bari avtokastlik, o'sha motori berib qo'yishda pizdati top 1 pro lesniklar ham to kripto skilllarni berib yuboradi, boshqa unaqa narsalar bo'ladi, lekin ya'ni dark sistemi bilasizlar, постоянно shunaqa bo'ladi-yu. O'sha narsa yordam beradi. Misol uchun o'sha aytganimdek, menda 50% yoqib, 50% o'chib bo'ladi. Ya'ni qaysidir geroylarda men yoqib qo'yaman, qaysidir geroylarda o'chirib qo'yaman. Shu. No, universal holatda mana boostga kirsam, bu narsa yoqib turadi. Bo'ldi, все. Kirib o'sha imенно linkga olsam, misol uchun kiraman, mana individualniy настройкаga o'taman, imенно link uchun o'zgartirib qo'yishim mumkin. Atak shunaqa holatda turadi. Xo'p, fiksirni pozitiv joystick navika bo'lib qotib turishi kerak. Joystick navika ham qotib turishi kerak bo'ldi. Umuman qimirlash kerak emas deb qo'yib qo'yamiz fiksirni pozitsiya. И всё. Menda kameralar tudum-sudumlar, chusitimiz kamera menda sal mana 55% qilib qo'yganman, ya'ni 50% da turmaydi. Bu kamera nimaga 50% ga qo'yib qo'ysanglar, bitta aylantirganda tepani ko'ra olmayman men. O'shaning uchun buni 55-56% qilib qo'yganman. Mana bu qimirlashi bormi? Yurg'izsanglar mana bu narsani aytayman, mana bu narsani. Mana shu narsani mana bundoqroq qilib qo'yganman, чтобы bu nima kerak bizga? O'sha sal tepaga ko'tarsam, hozir mana sal ko'payib ketdi. Mana shundoqroq qilib qo'yaman men. 50% ga sal ko'proq qo'ysam yetadi, menga yetadi. Bu nastroykadan chiqib ketdi. Bu nima? O'sha kamerani boshqarish, ya'ni qo'lda boshqarasizlar kamerani. Tepaga pastga ko'tarish чувствительности mana shu narsa bo'ladi. Buni baland qilib qo'ysanglar, sal qimirlatsanglar, tepada ko'rsatasizlar yoki ularni tronini, u sizlar bu yoq burchakda bo'lsangiz, u yoq burchakda baland qilmanglar. Iloji boricha, misol uchun ko'pchilik 70, 65, 60 mana shu foizlik yetadi. Xo'p, panorama прицелование bu ham misol uchun panorama прицелование bu kerak, yoqib turishi kerak. Absolut juda ham ko'p kerak. Именно men qaysi geroyga o'chiraman? Misol uchun Fannyda bu narsani o'chirib qo'yaman. Iloji boricha linkga ham o'chirib qo'yaveringlar panorama прицелованияni, чтобы skill berayotganingizda bilsanglar, buni karta ko'tariladi, Granger ultasi yoki hukka otayotganingizda buni karta yana ham ko'tariladi. O'sha narsani mana shu panorama прицелование deydi. No 90-95% holatda bu panorama прицелование yoqib turishi kerak. Именно o'sha Fannyda noqulaylik bo'ladi. Ya'ni har ikkisini berganda bunda kamera ko'tariladi, linkda ham har birini berganda kamera ko'tarilib tushaveradi-yu. O'shanaqa bezovta qilmaslik uchun o'sha unaqa link yoki Fannyga o'xshagan geroylarda o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. No, qolgan geroylarda yoqib turaversin. Xo'p, avtoulучение 100% o'chuv, qolgani mana avtopakupka ham o'chib bo'ldi. O'zingizlar sotib olinglar, o'zingizlar ulchat qilinglar, hamma skilllarni, hamma anaqalar, bularni 100% o'chirib qo'yinglar. Bu narsani o'zi olib tashlasa ham bo'ladi, o'zi kerak emas narsa bor shu. Xo'p, bo'ldi. Endi zvuk men pastroq qilib qo'yganman. Set mana shu ikkitasi yoqib turishi kerak, ham Wi-Fi, ham internet. И всё, qolgan narsalar bizga muhim emas. Endi bo'lsa, ashularni qo'yib boostni boshlaymiz. Sizlarga mana shu gaydim yoqqan bo'lsa, xursandman. Like bosib, подписка bosib, поделиться qilib qo'yinglar. Qotil.